Cobalt MCM olsam gaz qo'ydiraman degan akalarimiz uchun mana yorqin misol. Cobalt MCM ga Euro 4 propan gaz bilan uskunalar o'rnatib berdik. O'rnatilgan uskunalarga bitta to'xtalib o'tib ketamiz. Boshqaruv blogimiz Stack Cunex Plus hisoblanadi. O'zi odatiy MCM larga Stackdan Cunex Plus Yevropa gazdan Evans 32 ga 4 qo'yish shart. Lekin biz mijozlarning xohishiga, budjetiga qarab chiroyli original ehtiyot qismlarini o'rnatib beramiz. Tamasitachili reduktorimiz hozir programma yozish jarayonlari amalga oshirilyapti. Bir marotabalik filtr, W01 injektorimiz, fragment hech chiqazmaydigan shlanglar va liniya trubkamiz o'tkazilgan. 42 litrli balon qo'yib berdik. Zaxira g'ildiraklari qismi joyiga ko'rishinglar mumkin. Mijozimizning xohishiga ko'ra bo'ldi. To'g'ri qismlari shunga izolyatsiya qilingan. Ayni shunaqa uskunalarni siz bizdan 3 oydan 12 oygacha bo'lib to'lash asosida ham, pul ko'chirish asosida ham o'rnatishingiz mumkin. Eng muhimi o'rnatilgan uskunalarga 2 yil yoki 40 minggacha rasmiy kafolat taqdim etiladi. Bu videoni Cobalt'i bor va unga qayerda gaz qo'ydirsam ekan degan tanishlaringizga yuborishni unutmang. Batafsil ma'lumot uchun xizmatlar bo'yicha Amerika servisiga murojaat qilishingiz mumkin. Pastda raqamlarimiz ko'rsatilgan.